Xo'sh, azizlar, ko'rishlaringiz mumkin juda ham chiroyli bo'lib shakllangan qovoqlarimiz haqiqiy yevropeyskiy qovoq bo'lgan. Kipriklarimiz ham ko'tarilib, bemorimizga haqiqiy mana shahlo ko'zlar shakllangan. Lola, qanday natija yoqdimi o'zingga? Xursandmisan? Hali bu to'liq natija emas. 2 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt oralig'ida rezultat to'liq bo'ladi. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Xo'sh, natija sizga yoqqan bo'lsa, albatta like, kommentariya kutaman sizlardan. Assalomu alaykum. Jajjigina bemorimizga bir hafta oldin o'ng tomonlama yuqori qovoq ptozini korreksiya qilib berganmiz. Bugun choklarni olib berdik. Bir haftalik rezultat. Azizlar, ko'rishlaringiz mumkin juda ham chiroyli bo'lgan skladkalarimiz ikkala tomonda bir xil bo'lib shakllangan, ko'zlarimiz ham ochilishi ham bir xil. Xudo xohlasa, vaqt o'tishi bilan rezultat bundan ham chiroyli bo'lib shakllanaveradi. Muslima? Yoqdimi? Malades. Rahmat. Xo'sh, azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Bundan keyingi natijalarni ham sizlar bilan bo'lishib boramiz. Assalomu alaykum. Bemorimizga bugun bir choklarni olib berdik. Bir hafta oldin yuqori qovoqlarda blefaroplastiya o'tkazganmiz. Bir haftalik rezultat ko'rishlaringiz mumkin. Azizlar, juda ham chiroyli natija bo'lgan. Onaxonimiz oldingi holatlardan qovoqning o'zi bilan ham bir 10 yoshga yosharib borgan. Skladkalar ko'rishlaringiz mumkin, nejniy bo'lib shakllangan, ko'z tashqi burchaklarimiz ko'tarilgan. Qanday ona, natija o'zga yoqdimi? Alhamdulillah, yaxshi yoqdi. Rahmat sizlarga, qo'llaringiz doim guldek, mana shunday onaxonlar chiroyli qilib beringizlar. Aytganingiz kelsin. Sizga yoqqandan xursandmiz. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Azizlar, navbatdagi operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetkazdik. Bemorimizga kurboy blefaroplastiya o'tkazib berdik. Operatsiya tugagan paytdagi birlamchi rezultatni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lib qovoqlarimiz shakllandi. Ikkala tomonda ham simmetrik bo'lib skladkalarimiz shakllandi. Ko'z osti sohasidagi grijalar, ortiqcha terilarimiz to'liq ketdi. Xo'sh, birozgina ko'karishlar, shishlar bor. Bu tabiiy holat. Xudo xohlasa, juda ham chiroyli natija bo'ldi. Opajon, qanday qiynalmadingizmi? Yo'q. Orqa sezmadingiz, ha? Xo'sh, bundan keyingi natijalarni ham sizlar bilan bo'lishib olamiz. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Azizlar, assalomu alaykum. Bugungi ish kunimizni boshlab oldik. Birinchi ishimiz 6 yoshli bemorimiz Imronbekka bir hafta oldin yuqori qovoqlarda tug'ma ptozini korreksiya qilib bergandik. Bugun chok olish bilan boshladik ishimizni. Imronbek qanday? Yaxshi. Yaxshimi? Azizlar, ko'rib turibsizlar, ikkala ko'zimiz ham sog'lom insonlarning qovoqlaridek, sog'lom insonlarning ko'zlaridek bir xil bo'lib ochilib turibdi. Oldingi holati bilan solishtirsangiz juda katta o'zgarish bo'lgan. Xudo xohlasa, vaqt o'tishi bilan bundan da chiroyli rezultat bo'ladi. Hali birozgina shishlarimiz bor, yara o'rinlarda ko'rkalarimiz bor. Ular o'zining vaqti bilan sekin ketadi. Imron, zo'rmi? Zo'r qani? Zo'r. Mana deb azizlar, bizlar kuzatishda davom etingizlar.